Hop, ismim Mahkam Hamidullo. Hop, oshpazchilik sohasini tanlaganimga sababchi bo'lgan odam oyim bilan adam bo'lishgan, chunki tog'am bilan oshxonaligi bo'lgan. Biz kanikulga chiqqanimizda maktabdan o'sha bo'sh yurmasin, bekor bo'lib qolmasin deb tog'am bilan olliga olib borib, o'sha oshpazchilikni o'rgansin deb olib borishgan. O'shandan keyin kirganmiz shu sohaga, oshpazchiligiga mehr qo'yganmiz, shu kasbni o'zlashtirib, o'zim mehr qo'yganim uchun oshpazchilik sohasini tanlaganman. Hop, restoranda ishlamasligimning sababi o'sha restoran uslubida ovqat yetkazib berish xizmatini tanlaganman. O'sha ovqat yetkazib berish xizmatiga shunaqangi darajada qilganmanki, odamlarga restoran uslubida podachani qilib turib, o'zimni taomimni chiqazish, o'zimni taom nomim qanaqaki, o'zimizdan o'sha milliy ovqatlarni restoran uslubida chiqazishni xohlaganman. O'shaning uchun restoranni tanlamaganman. Shuning uchun ovqat yetkazib berish xizmatini tanlaganman. Hop, oshpazda doktorlikni bilishi shart. Chunki nimaga bilishi shart? Har bitta qilayotgan ovqatiga qanchadan ziravorlarni qo'shayotganini, qanaqa ziravor solayotganini bilish kerak. Chunki bizda ziravorlar bor, miqdoridan ko'payib ketib qolsa, u yomon narsaga olib keladi. Qon bosim, davleniya, yurak anaqalariga olib kelib qo'ymasligi uchun oshpaz обязательно doktor darajasiga chiqishi kerak. Ustozlarim bor. Ustozlarim tog'amgilar bo'lishgan. Biz o'sha tog'amgilardan ko'rib, bilib, o'sha ovqatlarni o'rganib, ovqatlarni o'sha qanaqa tizimlashtirish, qanaqa podacha qilishligi, o'sha odamlarga qanaqa manzur keladi darajasini o'sha tog'amgilardan olganman. O'zimning shogirdlarim bor. Hozirgi kungacha 50 ta shogird, 50 tadan ziyodroq shogird chiqazgan bo'lsam kerak. Chunki to'shning sanog'ini bilmayman. Bolalar kelishadi, shogird bo'lib tushishadi, o'rganishadi, o'zlariga alohida bo'lib chiqib ketishadi. Ayrimlari shu yaxshi joylarda, shu oshpazchilik sohasida ketgan, ayrimlari oshpazchilikni o'zi uchun o'rganib, boshqa sohalarda ham yurganlari bor. Shogirdlar bor. Oshpazchilik mukammal o'rganmoqchi bo'lgan odamga men maslahat beraman, oshpazlar akademiyasiga borib o'qishini. Chunki u yerda o'sha aytolmanku, oshpazni doktor urovinigacha chiqarishadi. Chunki men o'zim o'qib chiqdim u yerda. U yerda ancha narsa oldim, ancha informatsiya oldim-da. ISO 22000 ni men o'sha yerda o'rgandim. Ya'ni nimaki, ishni qanaqa tizimlashtirish shu o'rgangan bo'lsam, keyin ziravorlarni ham o'tdi 70% ni o'rgandim. O'zim biladiganim 10% ekan. Bu yerda men o'qib 70% darajaga ko'tardim. Hali yana o'rganadigan narsalarim bor ekan. Yana qaytadan o'qib chiqmoqchiman. Xudo xolasa, o'sha oshpazlar akademiyasida o'qishni yana topshirib o'qimoqchiman. Hop, ovqatlarim arzonligi anaqasi nimagaki, biz o'zimizni o'sha restoran uslubida qilayotganimiz uchun biz noldan o'zimizni tayyorlaymiz, o'zimiz chiqazamiz. Bu bizda har bitta narsani hisob o'sha kalkulyatsiyasi olinadi. Kalkulyatsiyadan olingan holatda o'zi ovqatlarimizning grammi bor. O'sha grammlab yetkazib beramiz. Ovqatlarimizning narxini o'sha 35 mingdan 45 minggacha qilib qo'yganmiz. Chunki yeyotgan odam ham bizdan orinmasdan, cho'chmasdan pulini ishlatsin. O'sha misol uchun 35 ming pulim bor ekan, nima yesam bo'lar ekan deganda xayoliga bizga kelaylik degan maqsadda shuning uchun ovqatlarni arzon qilib qo'yganmiz. Hop, ovqatimizni xili o'zi 53 xil. Bizda 53 xil ovqatni biz kunga bo'lib qo'yganmizki, har kunga 3 xildan 4 xildan aylantirib boramiz. 53 xil ovqat bittada bo'lib qolmaydi. Biz informatsiya beryapmiz, odamlar noto'g'ri tushunib qolayotgan ekan. 53 xil ovqatimiz bor. Biz haftada bo'lib qilamiz deb yozganmiz reklamamizda.
uni odamlar 53 xil ovqatinglar bor ekan bizga telefon qilishyapti. Yo'q, 53 xil taomimiz bor. 53 xil ovqatni bizni har kuni 4 xil, 3 xildan aylantirib boramiz. Keyin har bitta qilingan ovqatimizni o'zini yonida o'zini salata bilan beramiz, o'zini suvi bilan beramiz. Ayrim narsalarga bez gaz beramiz, ayrim narsalarga kompot qaynatib beramiz, ayrim narsalarga shirin choy, oddiy choy beramiz, ko'k choy beramiz, limon choy beramiz. O'zi har bitta ovqatimizga bizni yondashib qilganmiz hamma narsani hisobini olib. Chunki nimaga hisobini olganmiz? Bizdan yegan gurmanli ovqatimizni shifo bo'lib kirishi uchun qilganmiz bu narsani. Обязательно birinchi o'rinda biz halol standartga fokusni qaratganmiz. Chunki birinchi o'rinda biz ovqat beryapmiz, bizning ovqatimizni allergiya berish kerak emas. Qo'pol qilib aytganda ichki yetkazib qo'yish kerak emas. Biza bergan ovqatimizni shifo bo'lishi uchun biz halol standartda ishlaymiz. Ya'ni nimaki, biz andarazi idishlarimizni hammasini distirlab, hammasini o'sha chiroyli holatda, yaxshi holatda chiqazib sotuvga qo'yamiz. O'tni birinchi o'zimiz yeb ko'ramiz, tayyorlab, o'zimiz o'sha mutaxassislarimiz bor, o'zimizni ovqat tayyorlaymiz, o'sha oshpazlarimiz ovqat tayyorlashadi, yeb ko'ramiz, manzur kelgandan keyin sotuvga qo'yamiz. Biz povurlarga berib qo'yib, shuni test qilib, buni chiqazib yuboradigan narsa emas bizda. Bizda unaqa narsa yo'q. Halol standartga qarab ishlaymiz. Hop, dastavkamiz 3 kilometrgacha bo'lgan masofaga tekin. 3 kilometrdan u yog'iga 15 ming so'm pul olamiz. Ya'ni qanaqaki, 20 kilometr, 30 kilometrgacha emas. 6 kilometr, 7 kilometr, 10 kilometrgacha bo'lgan masofagacha 15 ming so'm pul olamiz. Lekin 3 kilometr oralig'ida bepul dastavkamiz, yetkazib berish xizmatimiz. Chunki insonlarni o'sha o'ylagan holda o'sha ovqatimizni yaxshi tanovvul qilishi uchun, yeyishi uchun, xursand bo'lishi uchun hammasini hisob-kitobini past balandni olganmiz. Xo'p, sehaviklarni ham hisobini olib qo'yganmiz. Bizda qurilish sistemi, qurilishga ovqat yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Sehaviklarga ham beramiz. Bizda odam soni agar ko'proq tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bizlar bilan bemalol aloqa qilishsa bo'ladi. Chunki bizda menyuni o'sha darajada qilib qo'yganmizki, narx-navoni to'g'rilab beramiz. Narx-navoni to'g'rilab beradi deganda bir xilda tushunishi mumkin. Demak, ovqat porsiyasini kamaytiradi deb o'ylaydi. Yo'q, bizda ovqatlar hammasi shu bo'ladi. 53 xil ovqatimiz ham hammasini narxlarini to'g'rilab beramiz. Faqat o'tdi sehaviklar bilan kelishgan holatda choy bermaymiz, non bermaymiz, salat bermaymiz. Ovqatni o'zini beramiz, narxini tushirgan holatda. Agarda narxi bilan kelisha oladigan bo'lsa, o'sha aytganimdek nonni qo'shib berishimiz mumkin, choyni qo'shib berishimiz mumkin, salatni qo'shib berishimiz mumkin. Keyin biz sehaviklarga beradigan bo'lsa, o'zimizning o'sha posud idishlarimiz bor, o'zimizdan chiqadigan. Ularga emasda biz o'sha aytamiz, mana shunaqa bozordan arzonroq idish olib, o'shanga solib beramiz deb aytamiz. O'shani hisobiga bizda narx-navo o'shanda o'ynaydi. O'shaning uchun sehaviklarga ham alohida menyu emas, narxini to'g'rilab qo'yganmiz. Sehavik, qurilish hammasiga hisob-kitobini qilib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Xo'p, halollik keteringdan maqsad nimaki? Bizni ovqatlarimizni insonlarga to'yimli va foydali bo'lishi uchun qilamiz. Ya'ni nimaki? O'sha ovqatlarni, go'shtli ovqatlarni, o'sha yog'li ovqatlarni yeb turib ham odam shifo topsa bo'ladi. Maqsadimiz shu. Ovqatni yegandan keyin bir xil aytadi, yog'li narsa yesam semirib ketib qolaman yoki ozib ketib qolaman deydi. Yo'q, unaqa narsalarni chetga surib qo'yganmizki, biz shu ovqatimiz bilan ham to'yimli, ham foydali odamning tanasiga foyda keltiradigan darajada qilib chiqazamiz. Maqsadimiz shu. O'sha narsani bizni tepaga ko'tarib chiqarishimiz kerak. Agarda ovqatga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa,
bizani profilga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizani kanalimizda bundan ko'p informatsiyalar bor. Agarda o'sha oshpazchilik darajasini ko'tarmoqchi bo'lsanglar, bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana ham qiziqarliroq, yana ham foydaliroq narsalarni qo'yib boramiz.